Assalamu alaykum hürmetlik savaqdaşlar. Tayba dersxanamızga hoş geldinglar. Biz bugün fiqh dersimizning 14. dersini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik dersimizde namozning ikkinchi sharti bo'lgan duhulul vaqt, ya'ni namozning vaqtining kirish haqida to'xtalgan edik. Endi biz namoz o'qishga yaqinlashdik. Nima deganimiz? Albatta azan va takbir, ya'ni iqoma deymiz arabcha. Biz ig'iz tilimizda takbir deymiz. Bu haqda to'xtalamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Al-azan. Azan degan lug'at jihati nima degan gap desanglar, i'lom degan gap, ya'ni e'lon qilish degan gap. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda va azzan fin-nas bil-hajj, ey Muhammad alayhissalom, kishilar orasida hajni e'lon qiling deydi. Ya'ni hajni bildiring. Shar'iy jihatda azan degan nima desanglar, huval i'lam bi vaqtis salat bi alfazin maxsusa. O'xshashlar xususiy, ya'ni belgilangan labzlar bilan namozning vaqtini bildirish. Unda bo'lsa buning hukmi nima? Buning hukmi sunnat muakkada, ta'kidlangan sunnat. Endi buning shartlari-chi desak, buning shartlari, ya'ni ado bo'lish, to'g'ri bo'lish shartlari tuvandikcha. Birinchisi duhulul vaqti. Ya'ni biz azan o'qimoqchi bo'lgan namozning vaqti kirishi kerak. Vaqti kirishdan ilgari azan o'qigan bo'lsak, bu ado topmaydi. Ikkinchisi isma'u ba'dil jamaa aw nafsihi in kana munfaridan. Jamoatning bir qismiga anglatish yoki o'ziga anglatish agar yolg'iz bo'lib qolsa. Masjidga azan o'qigan bo'lsa, cho'qim bir qism jamoat anglashi kerak. Agar o'zi uyda namoz o'qib, sunnatga amal qilay deb o'zi azan o'qigan bo'lsa, o'zi qanday qilish kerak? Anglash kerak. Ishida o'qisa bo'lmaydi. Uchinchisi bir odamdan bo'lishi kerak. Azanning yarmini bir odam, ya'ni yarmini bir odam o'qisa, ado topmaydi. To'rtinchisi arab tilida bo'lishi kerak. Boshqa faris yoki boshqa tillarda o'qisa bo'lmaydi. Onun için azanning sunnatlari birinchidan o'ritirish, ya'ni azan o'qimoqchi bo'lgan odam o'ritirib o'qish kerak. Ikkinchidan istiqbolul qibla, qiblaga qarab o'qish kerak. Uchinchidan azan o'qigan vaqtida oralig'ida gap qilmaslik kerak. To'rtinchidan egiz yerda, masjidga yaqin yerda o'qish kerak. At-ta'anni aldirmay o'qish kerak. Adamut talhin ohangga solmay o'qish kerak. Ohangga solmay tuz holatda o'qish kerak. Belki talhin deganda naqshining ohangiga o'xshash, mundaq tag'anni deb ataladi, ya'ni naqshining ohangiga o'xshash ohangga solmaslik kerak. Ammo go'zallashtirish bu yaxshi. At-tartib val muvalat. Rasulullohning hadisida ko'rsatilgandek azanning so'zlarining tartibiga diqqat qilish kerak. Bu sunnat val muvalat va orqa-marqa o'qish sunnat. Avvalgi vaqtida azan o'qish sunnat. Ya'ni namozning vaqti kirib bo'lguncha azan o'qish sunnat. Mana bular sunnatlari, agar bular tashlanib qolsa, azan komil fazilatda bo'lmaydi. Ammo ado topadi. Ondan keyin muazzin. Muazzinning shartlari qaysi desanglar, sahih bo'lish shartlari birinchidan tamyiz, ya'ni tamyiz yashayotgan bo'lish kerak. 7 yosh ya'ni yoki ba'zi bolalarda 6 yosh. Ya'ni oq qorni paqtadigan bir yoshga yetgan bo'lish kerak. Balog'at emasa, balog'i yetmagan bo'lsa-mu, tamyiz, ya'ni oq qorni paqtadigan yoshga yetgan bo'lsa, ado topadi. Undan keyin islom, musulmon bo'lish kerak. Kofirdan birisi azan o'qisa ado topmaydi. Undan keyin zukuriya, erkishi bo'lish kerak. Ayol kishining azini to'g'ri emas. Undan keyin aql, sarongninki yoki masning o'qigan azini ado topmaydi. Undan keyin muazzinning sunnatlari birinchisi taqvo bo'lishi. Bu bir sunnat. Undan keyin mutavaddian, tahorat ustiga bo'lishi. Ya'ni tahoratsiz azan o'qigan bo'lsa, ado topadi, ammo sunnatga amal qilmagan bo'ladi. Shundaqla makruh, tahoratsiz azan o'qish. Junub holatini azan o'qish makruh tahrimiy, ig'ir darajada makruh. Ammo ado topadi. Hur bo'lishi, bu sunnat, meni mustahab. Balog'atga yetgan bo'lishi, bu sunnat.
Yetmegen bolsa ada tapıdı. Temiz yaşa ketken bolsa. Yani temiz şart buluğçu yani balagat yetiş sünnet. Sayiten yani ovoz yuqori chiqadigan bo'lishi sünnet mustahab. Aminen ishonchlik yani topshirgan vazifani ado qila oladigan ishonchlik bo'lishi kerak. Chunki namozning vaqtini kishilar uni topshiradi. Shu azon o'qigan vaqtida shuni ishinib masjidga keladi. Basiran yani qarg'u bo'lmaslik kerak. Bu mustahab. Ammo qarg'u azon o'qisimichi ado topadi. Abdullah ibn Maktumga o'xshash. Aliman bil vaqti. Namozning vaqtini qanday qiladigan, biladigan bo'lish kerak. Ayja'ala usbu'ayhi fi udhunihi. İki barmoqini quloqiga tiqish kerak. Bu sünnet. Ayyu'azzina muhtasiban. Yani haq olmay azon o'qish kerak. Allohdan ajrini kutiblam hech qanday haq olmaslik kerak azon o'qib berganga. Azon o'qib bersa bu sunnatga amal. Azon o'qigunga pul olsa bu sunnatga amal qilmagan bo'ladi. Azanninki so'zlari qaysi etsanglar, tuanda berilgan 15 dona so'z. Endi tekbir cho'zsanglar, tekbirning hukmlari, shartlari azanga o'xshash. Bir qism o'xshamaydigan taraflari bor. Onun hükmü bu sunnat muakkada farzlarda o'qiladi, xuddi azanga o'xshash. Munfarid yolg'iz o'qigan odam o'qiydi va jamoat o'qiydi, azanga o'xshash. Erlar o'qiydi, ayollar o'qimaydi. Azan shu. Jamoatga o'qiymiz, yolg'iz o'qiganda o'qisaqmi-chi bo'ladi. Bu sunnat. Erlar o'qiydi, ayollar o'qimaydi. Ayollarning azan o'qishi va takbir o'qishi, hatto jamoat bo'lgan taqdirda makruh. Onunki süpti tekbirini 4 qitim o'qish bilan boshqasi 2 qitim o'qiladi. Masna. Azanga o'xshash, lekin hayya alal falah, hayya alal falah, hayya alas salah, hayya alas salah. Shundan keyin qad qomatis salahni 2 qitim deydi takbir o'qigan vaqtimizda. Onun shartlari azanning shartlariga o'xshash. Sunnati hamda tekbirini idrajli iqame. Yani bir sözün keyinden bir sözün ulap okup Allahu Ekber, Allahu Ekber mahal şekilde idraj kirgizish birisiga sünnet. Ev hadriha yani tiz okuş. Tiz halette Allahu Ekber, Allahu Ekber tiz okuş sünnet. Ayetevellel iqame men ezzene. Azan o adamning tekbiri çürüşe yani ikametini çürüşe bu sünnet. Başka adam çürüp kalsın ada tapıdı ama sünnetke amal qilmagan bo'ladi. Taharet üstüge bo'lishi. Tekbir çökadamning taharet üstüge bo'lishi sünnet. Ama terti yo'q odamning birisi tekbir o'qigan bo'lsa, u ada tapadi. Qibliga qarab azan o'qishi, azan o'qiganda mangmasligi, mingib turib tekbir o'qish, bu sunnatga xiloflik qilganlik makruh. Ama ada tapadi. Gap qilmaslik, iqomat, ya'ni tekbir oraliqida. İqamet bilan, ya'ni tekbir bilan namozning o'rtasida uzun fasil tushmaslik. Tekbirni tushirib qo'yib, uzun fasil tushib qolsa, bu sunnatga amal qilmaganlik bo'ladi. Ammo ado topadi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bizning bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Buning oxirida kunukmi berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Hukmul azan va iqama li salatil janoza. Mayit namoziga azan va takbir tushirishning hukmi nima? Sizlarga. Hukmul azan bi g'ayri tahara. Taharasiz azan tushirishning hukmi nima? Yani la yasih, yasih. La yasih degan ado topmaydi degan gap. Yasih ado topadi degan gap. Qolganini shunga qo'shilsanglar bo'ldi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bizning bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.